Men ajdodlarimiz uchun bir paytlar yangi vatan bo'lgan shaharning qoq markazida turibman va bu Dehli. Dehli qariyb 33 million aholi yashaydigan ulkan chumoli uyasidir. Bu shahar yo bir qarashda o'ziga oshiq qiladi, yo darhol ortga qaytgingizni keltiradi. Hinduizm, islom, sikhizm, boylik, qashshoqlik, go'zallik va tartibsizlik hammasi bir joyda jam bo'lgan. Ammo shu shovqin ortida qalbingizgacha yetib boradigan betakror go'zallik yashiringan. Bu sayohatimda men sizlarga hali siz ko'rmagan Hindistonni ko'rsataman. Ko'rsatuvning ushbu sonida muqaddas Gang daryosi bo'yidagi O'liklar shahriga boramiz. Dunyo mo'jizasi Toj Mahalni ko'ramiz va uni ajdodlarimiz nima uchun qurganini bilib olamiz. Dunyodagi eng g'alati muzeyga tashrif buyuramiz. Oshqozon uchun o'lim deb ataladigan o'sha mashhur ko'cha taomini ko'ramiz. Hindistonning noodatiy ko'cha xizmatini o'zimizda sinab ko'ramiz va albatta Dehlining qoq markazida haqiqiy o'zbek palovini topish mumkinligini tekshirib ko'ramiz. Radha Ram Ram Hare Hare Radha Ram Ram Hare. O'zbekistonni izlab bu noyob sayohat ko'rsatuvi bo'lib, men o'zbek madaniyatining izlarini topish uchun turli mamlakatlarga sayohat qilaman. Yo'l meni qayerga olib borishidan qat'iy nazar doim bitta majburiy qoida bor. Men o'zbek palovini topishim va tatib ko'rishim kerak. Bu Hindistondagi eng katta masjid. Uni Shohjahon qurdirgan. O'sha Amir Temurimiz avlodi. Bu gumbazlar va arkalarga qarab, go'yo bir lahzaga Samarqand yoki Buxoroga qaytgandekman. Xuddi o'sha uslub, o'sha salobat, o'sha ruh. Ammo ichkariga kirishdan oldin asosiy hind marosimidan o'tishingiz kerak. Eslab qoling, Hindistonda ichkariga kirish uchun albatta oyog'ingiz bo'sh bo'lishi kerak. Ya'ni krossovkasiz bo'lishingiz kerak. Masjid, ibodatxona va hatto ayrim do'konlarga ham oyoq kiyimsiz kiriladi. Maslahatim qalinroq paypoq kiying. Sovqotib yoki kuyib qolmaysiz. Agar sizda qimmat brend krossovka bo'lsa, o'zingiz bilan olganingiz yaxshi. Lekin men shu yerda qoldirib tekshirib ko'rmoqchiman. Nima bo'lar ekan? Ko'ramiz. Masjid faol va bir vaqtning o'zida 25 ming kishini sig'dira oladi. Qizil rang esa bo'yoq emas, balki tabiiy qumtosh. Oq marmar bilan uyg'unligi esa boburiylarning o'ziga xos uslubi bo'lgan. Qo'shimcha to'lov evaziga minoraga chiqsa bo'ladi. U yerdan Dehli kaftagidek ko'rinadi. Qani? Thank you. Bu yerga ko'tarilishning o'zi sarguzasht. Devorlar xuddi qisib qo'yatirgandek. Agar klaustrofobiyangiz bo'lsa, yaxshisi chiqmaganingiz ma'qul. Amallab chiqib oldim. Chiqish qiyin bo'ldi-yu, lekin manzara shunga arziydi. Endi bir amallab pastga tushib olishim kerak. Bismillah. Krossovkalarim joyida turibdi ekan. Xayriyat. Yo'lning narigi tomonida bizni ajdodlarimizdan qolgan yana bir bebaho meros kutmoqda. Qizil fort bu Mo'g'ullar qarorgohi. Aynan shu yerdan bobokalonlarimiz Boburiylar qariyb 200 yil davomida butun Hindistonda hukmronlik qilishgan. Terim jimirlab ketdi. Fort devorlari 2 kilometrdan ham uzun. Ichkarida esa butun boshli shahar bor. Bog'lar, masjidlar, haramlar va hashamatli qabul zallari bilan. E'tibor bering, bu yerda ham oq marmar bilan uyg'unlashgan qizil qumtosh ishlatilgan. Shuning uchun ham bu yerning nomi Qizil Fort. Bu nafis arkalarga qarang. Bir vaqtlar ular oltin va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan edi. Ammo vaqt ularning yaltirog'ini olib ketdi. Evaziga esa undan ham qimmatli meros qoldirdi.
har bir santimetrni bezab turgan nozik tosh o'ymakorligi. Buni o'g'irlab bo'lmaydi. Oradan yuzlab yillar o'tsa ham bu marmar hamon ulug'vorlik haqida so'zlaydi. Balkim oltin yo'qolgandir, ammo ajdodlarimizning mahorati asrlarda saqlanib qolgan. Hozirda Qizil Fort zamonaviy Hindistonning ramzidir va har yili Mustaqillik bayram kunida shu devorlardan milliy bayroq ko'tariladi. Ular uchun bu mamlakat tarixi, biz uchun esa ildizlarimiz ulug'vorligining tirik isbotidir. Yana bir qiziq jihat, Hindistonda ham o'zimizdagi kabi mahalliylar uchun 50 rupiy, xorijliklar uchun 600 rupiy. 12 barobar qimmat. Shunaqa. Lekin bu devorlarga qarab shuni tushunasan. Bunga arziydi. Bu Hindiston yuragidagi bizning madaniy kodimiz. Lekin fort devorlari ortida hamma narsa ulug'vorlik bilan nafas olsa, bir qadam nariga o'tsangiz, siz haqiqiy hayot markaziga tushib qolasiz. Bu yerda qoidalar yo'q, lekin shovqin suron va tartibsizlikka to'la. Dehli kontrastlar va yorqin koloritlar shahri. O'zbek palovini izlab topishga kuch yetishi uchun bu yo'lni to'g'ri boshlash juda muhim edi. Safarimni men Uzbekistan Airways'ga ishonib topshirdim. Chiptalarni savdo ofisida rasmiylashtirdim. Bu yerda har doim qulay sanalarni tanlashga yordam berishadi va bagaj bo'yicha barcha savollarga javob berishadi. Nega aynan Uzbekistan Airways? Hammasi oddiy. Bizning mehmondo'stligimiz hatto osmonda ham seziladi. Bunday uzoq masofaga parvoz qilayotganda qulaylik va xizmatga ishonch, to'g'ridan-to'g'ri parvoz, bort kuzatuvchilarining g'amxo'rligi va samolyot bortidagi mazali taomlar muhim ahamiyatga ega. Toshkentdan Dehliga reyslar har kuni amalga oshiriladi. Shuning uchun sayohatni rejalashtirish juda qulay. Chiptalarni sotuv ofisida yoki aviakompaniyaning rasmiy sayti orqali onlayn xarid qilish mumkin. Batafsil ma'lumot video tavsifida. Tartibsizlikka xush kelibsiz. Dehli bozori. Bu yerda yo'l qoidalari yo'q, faqat omon qolish qoidalari bor. Eng asosiysi bir joyda to'xtab qolmang. Bo'lmasam tirbandlikning bir qismiga aylanasiz. Yoki sizni shunchaki urib ketishadi. Bu yerda hammasi aralashib ketgan. Odamlar, shovqin, antisanitariya, kir, chang, tilanchilar, rikshalar, ko'cha taomlari, ziravorlar va xushbo'y tutatqilar hidi. Rostini aytsam, ba'zan unchalik yoqimli bo'lmagan hidlar ham. Agar bizning bozorlarda odam ko'p deb o'ylasangiz, adashasiz. Bu yerda xuddi butun bir davlat ko'chaga chiqqandek. Bunaqa gavjunlikni endi birinchi bor ko'rishim. Xuddi bizning bozorlardagidek, lekin kamida 10 baravarga kattaroq. Bu tartibsizlikda shunchaki sayr qiluvchilar yo'q. Mutlaqo har kim o'z ishi bilan band. Kimdir og'ir yuk tashimoqda, ovqat pishirmoqda, shovqin-suron ichida qattiq uxlashga ulgurmoqda, axlatlarni saralamoqda. Osmon esa minglab kabellardan iborat o'rgimchak to'ri bilan qoplangan. Bu 24 ga 7 to'liq quvvatda ishlaydigan ulkan inson uyasidir. Bu yerdagi shovqin shunchaki tovush emas, u har tomondan bosadi va bu telbalikda mantiq topishning ham keragi yo'q. Shunchaki buni qabul qilish kerak. Bo'lmasam jinni bo'lib qolish hech gap emas. Bu yerda shuni tushunasanki, Hindiston hech qachon uxlamaydi. Chunki u tinimsiz ishlaydi va bu bir daqiqaga ham to'xtamaydigan ulkan mexanizm. Bu xaosning ham o'z qirollari bor. Hinduizmda sigir muqaddas hisoblanadi. Shu sababli unga tegishmaydi. U hatto gavjum chorrahaning o'rtasiga bemalol yotib olishi mumkin. Odamlar esa indamay uni aylanib o'tadi. Uni bezovta qilishga hech kim jur'at qilmaydi. Ular uchun sigir hayot, onalik va g'amxo'rlik ramzidir. Chunki asrlar davomida sigir oilalarni sut bilan boqib kelgan va odamlarning tirik qolishiga yordam bergan. Shu sabab bu yerda ko'pchilik sigirni o'ldirish eng og'ir gunohlardan biri deb hisoblaydi. Shuning uchun Hindistonda menyuda deyarli mol go'shtini uchratmaysiz. Ular uchun bu tabu hisoblanadi. Taxminan xuddi bizda O'zbekistonda do'konlarda ham cho'chqa go'shtini uchratmaganingizdek. Bu cheksiz shovqin va kir-chang orasida beixtiyor Toshkentning sokin va ozoda ko'chalari yodingga tushadi.
Agar sizga shovqin-suronsiz va ortiqcha stressiz shopping kerak bo'lsa, Dehlida ideal variant bor. Dilhat bozori. Bu sizni mahliyo qiladigan Dehli. Estetika va sokin ritmni qadrlaydiganlar uchun haqiqiy jannat. Bu yerda na shovqin bor, na tilanchilar, na bezovta qiladigan sotuvchilar, na yo'lni to'sadigan rikshalar. Faqat tozalik, qulaylik va ajoyib qo'l mehnati mahsulotlari. Bu yerga kirish pullik va xuddi shu kichik to'lov mana shunday filtrni yaratadiganga o'xshaydi. Bu yerga faqat go'zallik uchun kelganlar qoladi, tartibsizlik uchun emas. Bu yerda go'yo butun Hindiston jam bo'lgan. Tabiiy ipak, noyob kulolchilik buyumlari, betakror sarilar, chiroyli taqinchoqlar, barchasi mamlakatning turli hududlaridan kelgan mahalliy ustalar qo'li bilan yaratilgan. Yana bir yoqimli tomoni, bu yerda bemalol ovqatlanish mumkin. Taomlar ozoda sharoitda tayyorlanadi. Shuning uchun Hindiston ta'mini xotirjam tatib ko'rishingiz mumkin. Lekin shuncha taomlar orasidan jonajon palovimizni topa olmadim. Bu shahardan uy ta'mini topish uchun yaxshigina harakat qilishim kerakga o'xshaydi. Dehli bo'ylab harakatlanishning o'zi sarguzasht. Bu yerda transport shunchaki bir joydan ikkinchi joyga olib boradigan vosita emas, balki asabingiz qanchalik mustahkamligini tekshiradigan haqiqiy imtihon. Mana bunday rikshada yursa bo'ladi. Eshiklar yo'q, xavfsizlik kamari ham yo'q. Lekin evaziga esa voqealarning qoq markazida bo'lgandek taassurotlar kafolatlangan. Go'yo shahar ritmini butun vujuding bilan his qilasan. Biroz qo'rqinchli, lekin evaziga 360 darajalik ajoyib manzara seni kutadi. Yo'llarda shovqin haddan tashqari baland. Bir eshitdik. Shovqin bir soniyaga ham to'xtamaydi. Bunga qarab shuni eslayapmanki, avvallari O'zbekistonda ham haydovchilar sababsiz signal ko'p chalishardi. Lekin hozir ahvol ancha yaxshi. Ko'z tegmasin. Sizlardan faxrlanaman, shopir akalar. Yana velorikshalar ham bor. Bunda odam o'z kuchi bilan terga botgan holda ichidagi yo'lovchilarni tortib yuradi. To'g'risi, bunga qarash juda og'ir. Biz Toshkentda konditsionerli mashinada o'tirib tirbandlikdan shikoyat qilamiz. Bu yerda esa odamlar og'ir mehnati bilan kunini ko'rishadi. Lekin Dehli hayratda qoldirishni ham biladi. Bir lahzada tartibsizlikdan osoyishtalikka tushib qolasiz. Dehli metrosi dunyodagi eng yaxshi metrolardan biri hisoblanadi. Toza, salqin va zamonaviy. Har bir poyezdda faqat ayollar uchun mana bunday vagon bor. Bu juda qulay. Lekin eng hayratlanarlisi bu ham emas. Tepadagi chang va shovqindan keyin bu yerga tushsangiz, go'yo boshqa sayyoraga kelib qolgandek bo'lasiz. Men shokdaman. Bu yer top-toza, hamma joy yaltiroq, hech kim turtinmaydi. Hamma xushmuomala va juda tinch. Bunday Hindistonni kutmagan edim. Yana avtobuslar va ilova orqali chaqiriladigan taksilar ham bor. Agar rikshachilar bilan holdan toyguncha narx talashishni istamasangiz, ayni muddao. Dehlida biror bir xizmatdan foydalanish uchun do'konlar yoki markazlarni qidirish shart emas. Hammasi shu yerda, ko'chada. Sartaroshlar, tikuvchilar, turli xil ustalar, hammasi. Bu o'sha afsonaviy quloq tozalovchi. Hindcha servisni sinab ko'ramiz. Oxiri baxayr bo'lsin. Faqat ehtiyot bo'ling. Bunday ustalarning aksariyati chinakam fokuschi. Ularning qo'lida odatda quloqdan topib oladigan qora mum yoki oltin gugurt bo'lagi oldindan yashirilgan bo'ladi. Keyin uni go'yoki sizning qulog'ingizdan chiqargandek ko'rsatib, sizni hayratda qoldiradi va ko'proq haq so'raydi. Qo'l chaqqonligi xolos, hech qanday muttahamlilik yo'q. Nima ham derdim, hissiyotlar rosa g'alati. Bir marta sinab ko'rishga arziydi. Asosiysi eng vaqtida to'xtatish, yo'qolsam pulingizni shilib olishadi. Kulgi bilanu, lekin ularning ish joyiga bir qarang. Bu odamlar jaziramada, chang, to'zon ichida
dam olish kunlarisiz, hech qanday ijtimoiy imtiyozlarsiz mehnat qiladi. Shunga qaramay, hayotdan nolimaydi. Shunchaki o'z ishini tabassum bilan bajaradi. Hindiston insonga o'zidagi imkoniyatlar va sharoitlarning qadriga yetishni o'rgatadi. Changli yo'laklar va ko'cha ustalaridan keyin bu yer haqiqiy emasdek tuyuladi. Vaqt to'xtab va Dehlidagi tartibsizliklar ortda qolgan joy. Humoyun maqbarasi. Humoyun Boburning o'g'li bo'lgan va aynan shu yerda bir paytlar ajdodlarimiz, ya'ni Bobur Farg'ona vodiysidan Jannat bog'i, ya'ni Chorbog' tushunchasini ilk bor Hindistonga olib kelgan. Chorbog' shunchaki bog' emas. Bu qat'iy geometriya, jannat daryolarini ifodalovchi oqar suvli kanallar bilan ajratilgan 4 ta kvadrat. Humoyun maqbarasida bu konsepsiya mukammallik darajasiga yetkazilgan. Shuni tushunish muhimki, bu bir kishining qabri emas. Bu yerda Boburiylar sulolasining 100 dan ortiq a'zolari dafn qilingan. Shuning uchun bu yerni aslida oilaviy maqbara deyish to'g'ri. Maqbara me'morchiligi Samarqanddagi Go'ri Amirdan ilhomlangan va Humoyun maqbarasi mashhur Toj Mahalning prototipi bo'lgan. Usiz dunyo bu dunyoning asosiy mo'jizasini hech qachon ko'rmagan bo'lardi. Odatda Toj Mahal toshdagi sevgi ramzi hisoblanadi. Lekin bu durdona esa Toj Mahaldan 60 yil avval rafiqasi tomonidan eri uchun qurdirilgan. Demak, faqat erkaklar emas, ayollar ham buyuk sevgi timsollarini yarata oladilar. Bu yer nihoyatda sokin, shinam va juda go'zal. Shahar shovqinidan keyin go'yo nihoyat o'z fikrlaringizni eshitishga imkon topasiz. Hatto mahalliy aholining o'zi ham shahar shovqinidan, cheksiz signallardan qochib bu yerga piknik uchun kelishadi. Bu yerda Hindiston to'xtaydi va nafas chiqarish uchun imkon beradi. Lekin bu osoyishtalik ortida sizni butunlay boshqa haqiqat kutadi. Hindiston nega bunchalik turlicha ekanini va bu jamiyat qanday ishlashini tushunish uchun bitta so'zni bilish kifoya: kastalar. Aynan mana shu ko'rinmas tizim ko'pincha odamning qayerda yashashini, kimlar bilan muloqot qilishini va boshqalar unga qanday munosabatda bo'lishiga ta'sir qiladi. Rasman kastalar bekor qilingan va qonun tomonidan taqiqlangan. Lekin odamlarning miyasida hanuzgacha bu to'siq bor. Bu yerda sening kelib chiqishing sening iste'dodingdan muhimroq. Hindistonda jamiyat asrlar davomida tabaqalarga bo'lingan. Odamlar Xudoning tana qismlaridan yaratilganiga ishonishgan. Uning boshidan brahmanlar, ya'ni ruhoniylar va donishmandlar, tanasidan kshatriyalar, ya'ni jangchilar va hukmdorlar, sonlaridan savdogar va dehqon bo'lgan vaysyalar yaratilgan. Oyoqlaridan esa shudralar, xizmatkorlar va mehnatkashlar dunyoga kelgan. Ulardan ham pastda esa tegilmaslar deb atalgan asosan chiqindi tozalovchilar bo'lgan. Bu bo'linishni tushunganingda Dehli voqeligiga boshqacha ko'z bilan qaray boshlaysan. Bu yerda o'rtacha yo'q. Bu yerda yoki imperiya dabdabasi yoki mana shunday hayotning shafqatsiz haqiqati. Dehli o'z chandiqlarini yashira olmaydi. Yo'llar bo'ylab plastiklar, paketlar va oziq-ovqat chiqindilarining ulkan uyumlari yotibdi. Ayrim ko'chalar ochiq osmon ostidagi chiqindixonani eslatadi. Bu yerda qashshoqlik chekka hududlarda emas, balki shahar markazining o'zida yashaydi. Minglab uysiz odamlar jaziramada ko'chaning o'zida tagiga bir bo'lak karton yoki eski ko'rpa to'shab uxlaydi. Eng og'riqli tomoni shundaki, o'sha karton yoki ko'rpa ularning butun uyi va bor budidir. Axlat, chang, shovqin va tinimsiz talanchilar. Ular juda ko'p. Kimdir turli fokuslar ko'rsatadi, kimdir qo'rqitishga urinadi, yana kimdir rahmingizni keltirishga harakat qiladi. Bunga oldindan tayyorlanib bo'lmaydi. Avvaliga hammasini berib yuborgingiz keladi. Lekin mahalliylar hech nima bermang deyshadi. Chunki ularni mafiyalar boshqaradi va shu orqali xuddi siz ularni rag'batlantirgandek hisoblanasiz. Lekin men bunga qarab tura olmayman. Nima qilay? Shunaqa odamman-da axir. Bermasam bo'lmaydi. Aynan mana shu kir, chang va muhtojlik orasida inson o'zidagi qulayliklarning asl qadrini tushunadi.
Biz uyda ovqat yetkazib berish 15 daqiqaga kechikkani yoki internet sekin ishlayotganidan noliymiz. Bu yerda esa odamlar bir qultum toza suv va bugun yana bir kun yashash uchun ish topishga muvaffaq bo'lganlari uchun shukr qilishadi. Hindiston minnatdorchilikni o'rgatadigan eng yaxshi ustozdir. U seni real hayot bilan to'qnashtiradi. Shunda sen boshpanang va O'zbekistonda qadrlamaydigan narsalaringga shukr deyishni o'rganasan. Ishoning, biz O'zbekistonda juda yaxshi yashayapmiz. Faqat ba'zan buni unutib qo'yamiz. Ammo sizni endi hech narsa hayratlantirmaydi deb o'ylaganingizda, Dehli shunday bir joyni ko'rsatadiki, avvaliga bunga hatto ishonmaysiz. Men hozir dunyodagi eng g'alati muzeyga kiraman. Hazildek tuyulishi mumkin, lekin bu joy dunyodagi eng g'aroyib muzeylardan biri hisoblanadi. Bu yerda hojatxonalar tarixi va turli davrlarga oid minglab hojatxona jihozlari jamlangan. Ularning ayrimlari juda g'alati, ayrimlari esa kulgili. Yana bir qiziq narsa, aytishlaricha Ben Affleck Jennifer Lopezga $105,000 ko'chma unitaz o'rindig'ini sovg'a qilgan. Bunga sabab xonandaning mikroblardan juda qattiq qo'rqishi ekan. Aslida bu joyning muhim bir vazifasi bor. Bir paytlar Dehli axlatlarga ko'milib ketgan. Odamlar ko'chalarda hojatini chiqargan va kasalliklar esa yuzlab odamlarning hayotini olgan. Shuning uchun hokimiyat shaharni tozalashga qaror qilgan. Ko'chalarga jamoat hojatxonalari o'rnatilib, odamlarga duch kelgan joyda hojat chiqarish gigiyenaga zid ekanini tushuntira boshlashdi va xalqni ma'rifatli qilish uchun bu muzeyni yaratishgan. Bu muzey nafaqat ma'rifiy vazifani bajaradi, balki amalda ham foyda keltiradi. Bu yerda odam axlati qayta ishlaydigan maxsus inshoot ishlaydi. Maxsus texnologiya ularni biogazga aylantiradi. Suyuq qismi esa tozalanib, ichimlik suvi darajasigacha filtrlanadi. Keyin shu suvni shu yerning o'zida sotishadi. Lekin men ichib ko'rish niyatda emasman. Rahmat. Endi esa dolzarb ijtimoiy mavzulardan qadimgi mistikaga sho'ng'iymiz. Men Dehlining qoq markazidaman. Lekin bu yer xuddi boshqa olamga portaldek. Bu qadimiy quduq. Bu yerda nafaqat suv saqlangan, balki odamlar jazirama issiqdan panoh topish uchun ham shu yerga kelishgan. His-tuyg'ular umuman boshqacha. Aytishlaricha, bu joy Dehlidagi eng sirli joylardan biri. Rivoyatlarga ko'ra, qadimda bu quduqdagi suv qora rangda bo'lgan va sehrli kuchga ega deb ishonilgan. Aytishlaricha, u odamlarni gipnoz qilib pastga tortgan. Hozir bu yerda suv deyarli qolmagan. Ammo mish-mishlarga ko'ra, kechqurun bu yerdan g'alati ovozlar eshitilar emish. Shu sabab mahalliy aholi quyosh botgandan keyin bu yerga kelmaslikka harakat qiladi. Balki bu shunchaki afsonadir, lekin men buni tekshirib ko'rish niyatida emasman. Rahmat. Bu quduqni aynan kim qurgani hanuzgacha ma'lum emas. Uni kim bunyod etgani yoki qachon qurilgani haqida bir ma'noli tasdiqlovchi yozuv ham, tarixiy hujjat ham topilmagan. Bu yerda mashhur Bollywood filmlari Sultan va Pike ham suratga olingan. Va buning sababini tushunaman. Bu yerda juda chiroyli suratlar olish mumkin. Shu bois ko'pchilik aynan shu joyga fotosessiya uchun keladi. Qiziq tomoni, pastga tushgan sari shahar shovqini ham yo'qoladi. Dam olish uchun ideal joy. Bu quduq yuzlab yillik tarixga ega bo'lsa-da, hanuzgacha ulug'vor va nihoyatda go'zal ko'rinadi. Bu salqin maskanda biroz dam oldim. Lekin endi bizni yanada ulkan maskan kutmoqda. Bu Hindiston va O'zbekistonni har qanday tarix darsligidan ham mustahkamroq bog'lab turadigan ramz. Agar hozir sizda deja-vu hissi paydo bo'lgan bo'lsa, adashmadingiz. Men hozir dunyodagi eng baland g'ishtdan qurilgan minoraning yonida turibman va bu Qutb minor.
bir qarashda o'zimizning Buxorodagi Minorai Kalonni eslatadi. 73 metr ulug'vorlik. Uni bunyod etganlar esa ildizi bizning yurtlarimizga borib taqaladigan me'mor va ustalar bo'lgan. Bu esa ajdodlarimizning san'ati va mahorati naqadar uzoqqa tarqalganining jonli isbotidir. Agar siz Buxorodagi Minorai Kalon va Vobkent minorasini ko'rgan bo'lsangiz, bu uslubni darrov taniysiz. Ajdodlarimiz bu yerga aynan mana shunday estetika, miqyos va noyob aniqlikni olib kirishgan. Lekin Buxorodagi Minorai Kalon bundan ham qadimiyroq. Qutb minor esa Markaziy Osiyo islom me'morchiligi Hindiston qiyofasini qanday qilib abadiy o'zgartirganining yorqin ramzidir. Bu ustunga 1600 yildan oshgan. U sof temirdan yasalgan. Lekin shuncha yil ichida quyosh, yomg'ir ostida tursa ham unda birorta ham zang yo'q. Olimlar hanuzgacha oldingi ustalar qandoq bu natijaga erishgani haqida bosh qotirishadi. Ilgari odamlar bu ustunni quchoqlab niyat tilasa, u albatta ushaladi deb ishonishgan. Hozir esa uni kelajak avlodlar uchun asrab qolish maqsadida panjara bilan to'sib qo'yishgan. Bu qadimiy toshlar orasida biz Hindistonda shunchaki sayyoh emasligimizni his qilasan. Chunki biz uning tarixining bir qismimiz va bu faxr hissi har qanday energetikdan ham kuchliroq quvvat beradi. Keling, endi ulug'vorlik me'morchilikdan hayotning eng oddiy ehtiyojlariga qaytamiz. Mashhur hind ko'cha taomlari. O'ylaymanki, siz ham bu haqida eshitgansiz. Bir tomondan ziravorlarning xushbo'y hidi ursa, ikkinchi tomondan esa shunday antisanitariya hukm suradiki, buni ko'rgan har bir o'zbekning rangi oqarib ketadi. O'zini aytsam, hammasini tatib ko'rmoqchi edim-u, lekin qandoq sharoitda tayyorlanayotganini ko'rib, ichimda nimadir qochib baqira turganga o'xshaydi. Bunday ovqatga o'rganmagan odamning oshqozoni jiddiy zaharlanishi yoki ichak faoliyati buzilishiga duch kelishi mumkin. Ammo hindlarning o'zi buni katta ishtaha bilan iste'mol qiladi. Aytishlaricha, ularning organizmi bolaligidan shunday bakteriyalarga moslashib ulg'aygan. Lekin shoumizning asosiy missiyasi xavf ostida. Men Dehlida bir necha kundan beriman-u, lekin hali ham o'zbek paloviga bir og'iz og'zim tegmadi. Axir biz uchun palov hayot energiyasi-ku. Hindlar biryanini asl palov deb hisoblashadi. Xo'sh, palovning hindcha akasi qanchalik bizning oshga o'xshashligini tekshirib ko'ramiz. Adolat yuzasidan aytish kerakki, Hindistonda toza, ozoda va qulay restoranlar ham ko'p. Men ham aynan shunday restoranlardan biriga kirib, ularning mahalliy palovini tatib ko'rishga qaror qildim. Bu palov basmati guruchdan tayyorlanadi. Mol go'shti taqiqlangani uchun asosan tovuq go'shti ishlatiladi. Bu taomda ziravorlarning butun bir orkestri jam bo'lgan. Kari, chinnigul, dolchin va yana ko'plab xushbo'y ziravorlar. Qani endi ta'mini ko'ramiz. Achchiq ekan rosa ham. Menimcha bu bizning palov bilan umuman tenglasha olmaydi. O'zbek palovi yumshoqligi va shiradorligi bilan ajralib turadi. Bu esa qanaqadir quruqroq, ziravorlari juda ham ko'pligi tufayli alohida ta'mlarni tushunish umuman qiyin. Shunday sayohatlarda o'z oshxonamiz naqadar shirali va mazali ekanini yanada chuqurroq his qilasan. Ammo men hali o'zbek palovini topganim yo'q. Lekin umidni baribir so'ndirmayman. Lekin bir o'xshash tomon bor. Hindistonda ham ovqat muqaddas marosim. Odamlar bir dasturxon atrofida yig'ilib, ovqatni birga baham ko'radi va dasturxonda non hamda guruch borligiga chin dildan shukr qiladi. Shu jihatdan biz ularga juda o'xshaymiz. Ammo bunday restoranlarda ovqatlanishni hammaning ham cho'ntagi ko'tarmaydi. Shu sabab ko'pchilik asosan ko'cha taomlari bilan ovqatlanadi.
Bilasizmi, O'zbekistonda eng oddiy bozorlarda ham somsa yoki shashlik yeyishdan qo'rqmayman. Chunki bizda ozodalik madaniyati bor. Ammo Hindistonda ovqat nafaqat taom, balki insonga bo'lgan mehr-muhabbatning eng yuksak ifodasi ham bo'lishi mumkin. Endi esa Dehlining mehr-oqibat yuragi deb ataladigan maskaniga yo'l olamiz. Bu Dehlidagi eng asosiy Sikh ibodatxonasi. Bu yerda sening qayerdan kelib chiqishing yoki kimliging muhim emas. Eshiklar hamma uchun birdek ochiq. Sikhlar mutlaq tenglikka ishonadi. Ular uchun kasta ham, millat ham, boylik ham insonning qadrini belgilamaydi. Bu yerda millioner ham, kambag'al ham bir qatorda yerga o'tirib ovqatlanadi va ularning barchasi teng hisoblanadi. Bu tenglikning eng katta ramzi bu ibodatxona qoshidagi umumiy oshxona. Bu yerda har kuni 10 minglab odamga mutlaqo bepul ovqat tarqatiladi. Dinidan, millatidan yoki ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar istalgan inson kelib bemalol bepul ovqatlanishi mumkin. Va bularning hammasini ishchilar emas, volontyorlar tayyorlaydi. Odamlar bo'sh vaqtida bu yerga kelib shunchaki idish-tovoq yuvadi, non tarqatadi yoki ovqat tayyorlashga yordam beradi. Eng hayratlanarlisi esa bularning barchasini shu qadar samimiy tabassum bilan qilishadiki, bunga befarq qolishning iloji yo'q. Bu yerda haqiqiy mehr nima ekanligini tushunasan. Odamlar bu yerga shunchaki boshqalarga yordam berish uchun kelishadi. Bu uchun pul olishmaydi. Ular uchun eng katta mukofot bu foydali bo'lish. Bu yerda odamlar mutlaqo notanish insonlarga ham qalbini ochadi. Bu esa bizga tinchlik, mehr-oqibat va saxovatni qadriga yetishni o'rgatadi. Bunday fazilatlar bizning xalqimizga ham begona emas. Ammo Hindiston bo'lmas edi. Agar ibodatxonadagi osoyishtalik ortida chet ellik uchun tushunishi eng qiyin bo'lgan ma'nolar yashirinmaganida. Endi esa hayot va o'lim asrlar davomida muqaddas Gang daryosi bo'yida yonma-yon yashab kelayotgan Varanasi shahriga yo'l olamiz. Men hozir dunyodagi eng qadimiy va ma'naviy shaharlardan biri Varanasidaman. Aytishlaricha, bu yerni ko'rmagan odam haqiqiy Hindistonni ko'rmagan hisoblanar ekan. Har bir hinduist uchun Gang muqaddas ona, Varanasi esa muqaddas shahardir. Bu yerga dindorlar gunohlaridan poklanish uchun kelishni orzu qiladi va hayotlarini yakunlash uchun ham shu yerga keladilar. Bu ko'chalar ming yillik tarixni eslaydi. Hammasi shu qadar zich va torki, o'zingni yo'qotib, vaqtni unuta boshlaysan. Va eng ajablanarlisi esa bu ghatlar, ya'ni suvga olib boruvchi zinapoyalar. Bu mashhur krematsiya ghatlari. Hindistonda o'lim qabriston devorlari ortiga yashirilmaydi. Bu yerda u hayotning ajralmas bir qismi hisoblanadi. Hinduistlarning e'tiqodiga ko'ra, Varanasida vafot etgan inson qayta tug'ilishning aylanasidan xalos bo'ladi. Shu sabab ko'pchilik umrining so'nggi damlarini shu yerda o'tkazishga intiladi. Marhumlarning jasadlari esa Hindistonning turli burchaklaridan aynan shu yerga olib kelinadi. Krematsiyadan keyin kul va qolgan suyaklarni Gang daryosiga topshirishadi. Chunki hinduizmda Gang daryosi ruhning muqaddas yo'lboshchichi hisoblanadi. Buni ko'rish to'g'risi juda og'ir va taassurotlar ham umuman yoqimli emas. Agar bizda O'zbekistonda odamlar yillab dabdabali va chiroyli to'ylar uchun pul to'plashsa, bu yerda ko'plab dindorlar umr bo'yi o'z yo'llarining aynan shu qirg'oqda tugashi uchun pul yig'ishadi. Krematsiyaning o'zi taxminan $500 atrofida turadi. Lekin bu xarajatlarning bir qismi faqat. Yana maxsus ruxsatnoma va albatta eng asosiysi o'tin sotib olish kerak. Jasadni butunlay yondirish uchun 300 kilogramdan 400 kilogramgacha o'tin kerak bo'ladi. 1 kilosi esa taxminan $3 turadi. Oddiy hind oilasi uchun bu juda katta pul. Sandal daraxti bu yerda muqaddas hisoblanadi. Lekin u juda qimmat va kesish qat'iyan taqiqlangan. Shuning uchun ko'pincha gulxanga uning faqat bir qismini qo'shishadi. Boylar uchun esa taqiq yo'q. Ular butun gulxanni sandal yog'ochidan qilishlari mumkin.
Hinduistlar uchun bu qo'rqinchli marosim emas, balki ruhning yangi bosqichga o'tishidir. Shuning uchun ham mahalliy aholi bunga xotirjamlik va chuqur ehtirom bilan qaraydi. Bu ularning hayot falsafasining ajralmas qismidir. Dunyo nihoyatda xilma-xil va unda turli urf-odatlar va madaniyatlar bor. Ba'zilar uchun g'alati bo'lib tuyulgan narsa boshqasi uchun oddiy hayot bo'lishi mumkin. Shuni aniq ayta olamanki, bizning ham ba'zi bir urf-odatlarimiz chet elliklarni hayratda qoldiradi. Lekin eng asosiysi hurmat bilan bunga qarash. Ammo mahalliy aholi uchun gang faqat krematsiya qilinadigan joy emas. Avvalo, u hayot va ma'naviy poklik manbai hisoblanadi. Hatto daryo suvi juda iflos bo'lsa ham, har tong minglab odamlar shu yerga kelib tahorat olishadi. Hinduistlar ishonishicha, gang daryosi har qanday gunohni yuvib ketadi. Odamlar suvga shunday ishonch va e'tiqod bilan kirishadiki, bu beixtiyor hurmat uyg'otadi. Va ular uchun bu suv tashqaridan qanchalik loyqa va iflos ko'rinmasin, baribir muqaddas. Va bu aynan ularning ruhini poklash va hayotni yangidan boshlash usuli. Odamlar ruhini poklash umidida sho'ng'iydigan shu suvning o'zida ulardan atigi bir necha metr narida marhumlarning kuli daryoga sochiladi. Tashqaridan qaraganda bu ekologik falokatdek tuyuladi. Ammo hinduizm e'tiqodiga ko'ra, gang hech qachon iflos bo'lishi mumkin emas. U muqaddas va ilohiy daryodir. Bu Hindistonning eng katta paradoksi. Eng muqaddas joylardan biri bir vaqtning o'zida eng iflos joylardan ham biri. Bu yerda ma'naviyat moddiy narsalardan shu qadar ustunki, hatto ifloslikka e'tibor ham bermay qo'yishadi. Va shu g'ayrioddiy Hindiston sabab bu yerga juda ko'p sayyohlar kelishadi. Har oqshom minglab odamlar muhim diniy marosimni tomosha qilish uchun asosiy g'atga yig'iladi. Archi marosimi daryoga minnatdorchilik ifodasi. Shunishingiz uchun hinduistlar Gang daryosini muqaddas tirik jon deb hisoblashadi. Marosim boshlanishidan oldin ziyoratchilar mahalliy sotuvchilardan sham qo'yilgan gullardan olib, ularni daryoga qo'yib yuboradi. Shu tariqa odamlar eng ezgu niyatlarini tilab, daryodan baraka va duo so'raydi. Har bir gul qayiqcha bu kimningdir duosi, umidi yoki shukronasi bo'lib, gang oqimi uni o'zi bilan olib ketadi. Shundan so'ng qariyb 1 soat davom etadigan marosim boshlanadi. Ruhoniylarning muqaddas madhiyalari, tinimsiz nog'ora sadolari, ulkan olovli chiroqlar, minglab odamlar esa birgalikda ibodat qilib qo'shiq aytadi. Shunchaki eshiting. Bu yerdagi muhitni so'z bilan ta'riflash qiyin. U butun vujudingizni junbushga keltiradi. Bir payt shuni his qilasizki, atrofdagi shovqin suron va tinimsiz ritm orasida qalbingizda xotirjamlik paydo bo'ladi. Go'yo hamma narsani unutasiz. Atrofingizdagi olomonni ham sezmay, shunchaki bu lahzaga sho'ng'ib ketasiz. Aynan shu shaharda Hindistondagi eng unutilmas va eng kuchli his-tuyg'ularni boshdan kechirdim. Ishonchim komil. Bu lahzalar xotiramda bir umr qoladi. Tongda ham yana diniy marosimlar bo'lib o'tadi. Bu yerda odamlarning bizni qo'rqitadigan narsalarga qanday yengil qarashini ko'rib, hayotga boshqa nazar bilan qaray boshlaysan. Varanasi bizga shuni eslatadiki, hayot hozirning o'zida qadrlash kerak bo'lgan ne'mat.
har tong, har nafas va barcha yaqin insonlaringiz cheksiz shukr aytish uchun sababdir. Varanasida hayot va o'limni hech qanday pardasiz boricha ko'rgandan so'ng insonga beixtiyor biroz tin kerak. Qalb ham, ko'z ham haqiqiy dam olishni, hissiy va ruhiy poklanishni istaydi. Shuning uchun ham men yana Dehliga qaytdim. Bu Bahoiy dinining asosiy ibodatxonasi. Ammo u o'zining noodatiy nilufar guli shaklidagi me'morchiligi tufayli sayyohlar orasida juda mashhur. Bunday shakl bejiz tanlanmagan. Lotus guli loyqa suvda o'ssa ham doimo pok va beg'uborligicha qoladi. U inson hayotdagi shovqin-suron va tartibsizliklar orasida ham qalb pokligini saqlab qola olishini anglatadi. Bahoiy dinining asosiy g'oyasi shuki, haqiqat bitta. Turli dinlar esa unga yetishishning turli usulidir. Yana ular inson Xudo bilan vositachisiz ham muloqot qila oladi deb hisoblashadi. Ularning ruhoniylari yo'q, ammo Xudo bilan muloqot qilish uchun mana shunday ibodat uylarini barpo etishadi. Shu sabab bu yerning eshiklari qaysi dinga e'tiqod qilishingizdan qat'iy nazar har bir inson uchun ochiq. Eng muhimi ibodatxona ichida sukunatni saqlash kerak va hattoki rasmga olish ham taqiqlangan. Lekin men sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Ichkarida mehrob ham, haykallar ham, butlar ham, tasvirlar ham va vazlar ham yo'q. Bu yerda har kim o'z diniga ko'ra ibodat qilib, duo o'qishi mumkin. Bularning hammasi qiziq albatta, lekin menga o'zimizning islom dinimiz yaqin. Bu yerga kirishingiz bilan go'yo boshqa bir olamga tushgandek bo'lasiz. Bu Dehlidagi eng sokin maskanlardan biri. Atrof nihoyatda ozoda va yam-yashil. Dehlining chang bosgan ko'chalaridan keyin o'zingizni ulkan vohaga kelib qolgandek his qilasiz. Ma'badni o'rab turgan bog'lar esa yaxshigina parvarish qilinadi. Ibodatxona ichidagi sukunatda mahallalarimizdagi osoyishtalikni esladim. Shunday paytlarda hayotimizda bunday tinch va fayzli joylar borligidan ming bor shukr deysan. Ammo Hindiston qarama-qarshiliklar mamlakati. Oddiylik va kamtarlik hukm surgan maskandan endi ko'lami va son-sanoqsiz xudolari bilan hayratga soladigan joyga yo'l olamiz. Oldinda bizni Chattarpur ibodatxona majmuasi va uning mashhur bahaybat haykali kutmoqda. Lotus ibodatxonasidagi sukunatdan keyin bu yer haqiqiy vizual boom. Maydoni qariyb 30 gektarni tashkil etadigan bu yer shunchaki ibodatxona emas, balki butun boshli diniy shahardir. Bu ulkan majmua hududida Shiva, Vishnu, Ganesh va ma'buda Katyayani kabi turli hindu xudolariga bag'ishlangan o'nlab ibodatxonalar jamlangan. Bu Hindistonning ko'p qirrali e'tiqodi bir joyda mujassam bo'lgan maskan. Qayerga qaramang, har yerda alohida mehrob, qurbonlik va o'ziga xos muhit. Shuncha ma'budlarni bir joyda ko'rib, ko'zingiz charchaydi. Biz musulmonlar yakka xudolik e'tiqodiga o'rganganimiz uchun bunday ulkan ko'lam va juda ko'p xudolar haqidagi tasavvur odatiy emas. Lekin dunyo o'zining hamma joyi har xilligi bilan qiziq. Men bu yerda shunchaki mehmon va kuzatuvchiman. Biz uchun umuman boshqa bo'lgan madaniyatni ko'rish bu juda qiziq va dunyo qarashni albatta kengaytiradi. Butun majmua marmardan qurilgan. Nafis o'ymakorlik va mayda detallarni ko'rganingizda go'yo hind ustalari qattiq toshni plastilindek istagan shaklga keltirgandek. Lekin sayyohlarni bu yerga tortadigan eng asosiy narsa 30 metrlik Hanuman haykali. Hanuman hinduizmda maymun qiyofasidagi iloh bo'lib, u kuch, sadoqat va himoya timsoli hisoblanadi. Hinduizm eng qadimgi dinlardan biri. Unda bitta asoschi yoki yagona muqaddas kitob yo'q. Ko'proq falsafa va hayot tarzidir. Tashqaridan qaraganda Hindistondagi son sanoqsiz ilohlarni tushunish juda qiyindek tuyuladi. Ammo mahalliy aholi menga buni oddiy qilib tushuntirdi. Ular uchun Xudo bitta, faqat u turli qiyofalarda namoyon bo'ladi. Agar insonga kuch va himoya kerak bo'lsa, Hanumanga murojaat qiladi. Biror bir yangi ish boshlashdan oldin esa Ganeshaga duo qiladi va shunday davom etib ketaveradi. Bu yerda eng muhimi insonning amallari, karmasi va bu dunyoga qilgan yaxshiliklaridir. Chunki hinduizmda har bir amal insonning keyingi hayotiga ta'sir qiladi deb
ishoniladi. Lekin mening oldimda hali yana bir muhim missiya turibdi. Dehlidan haqiqiy o'zbek palovini topish. Hindistonning qoq markazida men o'zimizning o'zbek akamizni topdim. U men uchun o'zbek palovini pishirib bermoqchi. Men ham quruq qo'l bilan kelganim yo'q. Arzimagan kichkina bo'lsa ham sovg'a olib keldim, lekin juda samimiy. Hozir ko'rsataman. Mana bunday palovli boboy. Har qaraganda vatanimizni eslatib turadi. Va nihoyat mazza qilib osh yerkanman. Tanishing, bu Mansur aka. U Hindistonda tibbiy koordinator bo'lib ishlaydi. Ya'ni shifokorlar va bemorlar o'rtasida bog'lovchi vazifani bajaradi. Yurtdoshlarimizning ko'pchiligi avvalo aynan Mansur akaga murojaat qiladi. U esa til muammosini hal qilishga va bemorlarni kerakli mutaxassislarga yo'naltirishga yordam beradi. Assalomu alaykum. Alaykum yaxshimisiz? Debatim sog'laysiz, yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Chaqirmisiz? Yo, bemorlar kelyapti. Yaxshi kelyapsizlarmi? Rahmat. Sog'laysiz, Siz uchun arzimagan sovg'a O'zbekistondan. Sog'inch degandek katta rahmat. Qarab eslab turasiz. Ochsam mayli? Albatta. Oh, to'plar tanish. Katta rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zbekistonda eslatadigan narsalar. Menda ham sizga sovg'a bor. Ozroq bo'lsa ham mana shu sovg'angizga tayyorlab qo'yganman. Ozroq shuncha bo'lsa. Nima, bu o'sha hindlarda o'zini обычный traditsion idishlari, choylari maxsus. И обязательно Hindiston deganda hammamiz oldimda Taj Mahal keladi. Ularda asobini brendi bor. И masala choylari, tam chut konfetkalar nimalar. Oila a'zolaringiz bilan baham ko'rasiz. Xush kelibsiz, keling. Rahmat. Buni qanday olib ketishni bilmayman-u. Olib ketaman baribir. Haqiqiy o'zbek mehmondo'stligi go'yo ko'rinmas pasportga o'xshaydi. Dunyoning qaysi burchagida bo'lmang, bir yurdoshingizni uchratsangiz bas, o'zingizni bir zumda uydagidek his qilasiz. Haqiqiy choyxona palov bo'pti. Qani endi ta'mini ko'ramiz. Bismillah. Shunaqa mazali, zo'r chiqibdi. O'zimni bir soniyaga Toshkentga tushib qolgandek his qilyapman. Shuncha davlatlarda bo'lib, shuni aniq ayta olamanki, dunyoda o'zbek taomidan shirin taom yo'q. Rahmat sizga Mansur aka. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rosa shirin chiqibdi. Xo'sh bo'lsin. Har doim mehmonlarni kutib olishdan xursand bo'lamiz. Hindistonda yashash qandayligini yaxshiroq tushunish uchun esa biz parkka yo'l oldik. Hindistonga ko'chib kelganingizdan keyin moslashishga eng qiyin bo'lgan narsangiz nima? Va hozirgacha ko'nika olmagan narsalaringiz bormi? Chang ko'chalar, asobini ayniqsa shu bizning Farg'onada bu narsa juda unchalik bo'lmagan. Haddan tashqari ko'chalarda bar tan olish kerak. Musorlarda, axlatlarda shunday bemalol yotishi. Eng hozirgi top turadigan narsa, har kuni qiynaydigan narsa bu. Hindlarda shunaqa odat borki, bugun ham balkim sezgandirsiz, 10 minut deydi-da, yarim soat 40 minutga cho'ziladi bu narsa. Ya'ni to'yingiz aytgan vaqtida bir ish qilmaydi. Katta biznesmen bo'ladimi, oddiy ishchilar bo'ladimi, xullas eng quyi tabaqadan to yuqori tabaqagacha shu millatim o'ylayman, asl faqat shularda emas, endi ko'proq bor bularda shu aytgan ishini vaqtida qilishmaydi. Bizda bilasiz, musulmonchilikda, o'zbekchilikda ham bitta aytgan vaqtga kelish kerak, odamda vaqt qadrlanadi, boshqa qiladi. Lekin o'ylayman bu yerda insonlarda ayniqsa shu oylikka ishlaydigan odamlarda kun o'tsa bo'ldi bo'lganligi uchun ko'p ham birovni vaqtini qadriga uncha ham yetishmaydi. Yashash qayerda arzonroq? Hindistondami yoki O'zbekistonda? Va mahalliy aholining o'rtacha maoshi qancha? Hammani juda ko'pchilik qiziqtiradigan savol va bu narsaga men amin bo'lib, xotirjam javob bera olamanki, Hindistonda yashash juda ham arzon, ancha arzon. Yashash uchun nima kerak? Oziq-ovqat kerak, yashash joyi kerak. To'g'ri, yashash joyi ba'zi hududlarga, endi biz shahar hududida katta ofislar, metroga yaqin bo'lganligimiz uchun bu joylar biroz qimmatroq. Lekin baribir Toshkentda poytaxt joylariga solishtirganda ancha arzon. O'zim shu 2 xonali kvartira olgan bo'lsam, $400 to'layman. Viloyatlardan Toshkentga kelib ketib yurgan odamlar bu yerga kelgandan keyin juda ham arzon ekan dedi-da. Sababi mana hozir mehmonxonalari o'rtacha $15 dan boshlanadi.
15, 18, 20, 30, 35 dollarga вообще shikarniy zo'r 2 xonalik bir kunga kvartira beradi. Mehmonxona, to есть oshxonasi bor, yotoq, hammom, banyalar alohida va bu juda ham arzon Toshkentga solishtirganda. Oziq-ovqatlar juda ham arzon. Sveji har kuni yangi mahsulotlar olib kelishadi. Sut mahsulotlari juda ham arzon, meva, sabzavotlar juda ham arzon. Oylik masalasida bu yerda aholini o'rtacha oyligini hisoblash biroz qiyin. Sababi o'zingiz ham bilasizki, aholilar qatlamlarga bo'lingan. Har bitta qatlamni oyligini qilsangiz bo'ladi, lekin umumiy olganda o'rta past qatlam bilan o'rta yoki yuqori qatlamda oyligini umuman bir-biriga taqqoslab bo'lmaydi. Juda ham o'rtada katta tafovut bor. Lekin shunday bo'lsa ham, taxminan aytish mumkin 150-200 dollardan 300 dollargacha. Endi past darajada ishlaydiganlar bor, ya'ni quyi qavat, ya'ni hech qanaqa bir kasbkorsiz, boshqasiz, kunlik oddiy ishlarda yollanma ishchi bo'lib, va hokazo ishlaydiganlar bor. Poytaxtlarda biroz qimmatroq bo'lishi mumkin, ya'ni kunlik 25 ming, 30 mingdan boshlanadi, yuqoriga qarab ketaveradi. Ba'zi joylarda juda ham arzon. Даже 20 minglarga ham bir kun polni kun bo'yi so'mga, 20 ming so'mga kun bo'yi ishlaydigan aholilar ham bor. Dehli yoki O'zbekiston va nimaga? Keling bir qisqacha tushunarli qilib aytay bu narsani. Hozirgi meni yoshimda, ishimda va aytaylik mutaxassisligimda deylik, yoshim, mutaxassisligim va egallab turgan pozitsiyamda menga bu yer Dehli, ya'ni Hindiston ancha komfort va shuni tanlayman hozircha. Dehlini tanlayman Hindistonda. Lekin novlari bor, o'ziga yarasha novlari bor. Ya'ni bu narsa vaqtinchalik. Hozir kuch-quvvatimiz borligida insonlarga, o'sha bu yerdagi hamkorlarga aytaylik, o'sha bizni partnyorlarimizga keragimiz borligi uchun, yordamimiz tegayotganligi uchun biz bilan munosabatlari yaxshi, kerakmiz har doim xizmatimizga tayyor, bunday qilib aytganda. Lekin baribir O'zbekiston yurtimiz o'zimizni, ayniqsa Vodiy, Farg'ona, biz yoshligimiz o'tgan joy, katta bo'lganmiz, qavm qarindoshlarimiz bor. Ota-onamiz bor, baribir u yerga boramiz, sog'inamiz. Xuddi Bobur o'zi shoh bo'lib bu yerlarda yashab yurib, Andijonini sog'ingandek, xuddi biz ham endi shoh bo'lmasak ham o'ylayman, O'zbekistondagi mana sharoitim yoki O'zbekistonga borganda meni qilishim mumkin bo'lgan ishlardan ko'ra ko'proq ishni qilyapman deb o'ylayman bu yerda o'zim shu narsadan ko'nglim chiqib ishlayman, ishimni qilaman. Просто tak hindlar uchun ishlab yurganim yo'q, stroykalarda ishlab yurgan boshqa qilganim yo'q. O'zimiz o'sha qaro ko'zlarga, o'zbeklarga shu yerda yordam berib, xizmatlariga, boshqalarga qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz va shundan ham men o'zimni O'zbekistondagidek his qilaman. Chunki har kuni o'zbeklar bilan ishlayman. Har kun mehmonga chaqirishadi, osh qildik, yedik, yuvish qildik, somsa qildik, u qildik, bu qildik deb baribir mehmonlarga chaqirishadi, boshqa qilishadi. Shundan ham baribir men o'zimni qisman O'zbekistonda yashagandek his qilaman. Yurtdoshimiz bu yerda shunday muhim ish bilan shug'ullanayotganidan juda xursandman. Bu uchrashuvdan yaxshi taassurotlar olib, yo'limni afsonaviy Toj Mahal tomon davom ettiraman. Ammo dunyo mo'jizasini ko'rishdan oldin avval uning oldiga yetib borish kerak. Men esa u yerga Hindistondagi eng mashhur transportda boraman. Internetda hanuzgacha Hindistonda odamlar poyezd eshiklariga osilib yoki tomlariga chiqib olib yurgan rasmlar ko'p tarqalgan. Buni unuting. Bu hammasi stereotip. Ha, to'g'risini aytsam, platskart yoki umumiy vagonlarda hammasi ham unchalik yoqimli emas. U yer ham tiqilinch, ham shovqin, ochig'ini aytganda ancha tartibsiz bo'lishi mumkin. Bu ko'pchilik qo'rqadigan o'sha ayovsiz Hindiston. Mana mening vagonim. Bu yerda oddiy o'rindiqli joylar. Xuddi o'zimizning sharq poyezdimizga o'xshaydi. Shunday ekan, endi agroga qulay yetib olaman deb o'ylayman. Deraza ortida turli manzaralar jilvalanmoqda. Xayolimda esa faqat bitta fikr. Men buyuk boburiylar izidan ketyapman. Men Toj Mahalga kirish qismidaman. Butun dunyo uchun bu yer sevgi ramzidir. Lekin biz uchun bundan-da katta ma'noga ega. Biz uchun ajdodlarimiz merosidir. Amir Temurning avlodi bo'lgan Shohjahon bu durdonani sevimli rafiqasi Mumtoz Mahal xotirasiga qurdirgan. Bu yerda turib shuni tushunasizki,
Bu shunchaki sevgi yodgorligi emas. Bu ildizlari Samarqand va Buxoroga borib taqaladigan me'morchilik durdonasi. Ravoqlar Qur'on suralari bilan bezatilgan. Devorlarni esa nihoyatda nafis gul naqshlari bezab turibdi. Toj Mahal yarim shaffof marmardan qurilgan. U turli payt o'z rangini o'zgartiradi. Quyoshli kunda tosh oppoq ko'rinadi. Bulutli havoda esa sarg'ich tus oladi. Quyosh botishi paytida pushtrang tovlanadi va oyning nurlarida kumushdek yaltiraydi. Aytishlaricha, Shohjahon nariga qirg'oqda o'ziga xuddi shunday faqat qora marmardan maqbara qurdirmoqchi bo'lgan. Ammo taqdir boshqacha hukm qiladi. O'g'li uni taxtdan ag'darib, hukmdorni qal'aga qamab qo'yadi va faqat o'limidan keyingina hukmdor yana sevgilisi bilan birlashadi va Toj Mahalning ichiga sevgilisining yoniga dafn qilinadi. Muhabbat nafaqat ikki kishini birlashtiradi, balki tarixni ham o'zgartiradi. Har birimizning hayotimizda haqiqiy mo'jizalarga ilhomlantiradigan muhabbat bo'lsin. Hindiston shunchaki bir mamlakat emas, u ko'zgu. U seni o'ziga yoqtirishga yoki sen kutgan narsalarga moslashishga urinmaydi. Aksincha, o'zini qanday bo'lsa shundayligicha ko'rsatadi. Dehli ko'chalaridagi shovqin va changdan tortib Toj Mahalning oppoq marmarlarigacha. Agar kir izlasangiz, uni albatta topasiz. Ammo nur, yuksaklik va mehr izlasangiz, Hindiston sizga hatto tasavvur ham qilmagan darajada chuqur narsalarni ochib beradi. Bu yerda millionlab begona ovozlar orasida birdan o'z ovozingizni ravon eshita boshlaysiz. Hindiston sizni shoshmaslikka, qadriyatlaringiz haqida qayta o'ylashga va eng muhim narsani anglashga majbur qiladi. Haqiqiy uyg'unlik atrofingizda tartibsizlikning yo'qligi emas, balki atrofingizdagi xaos ichida ham qalbingizdagi sukunatni saqlab qola olishdir. Bu sayohat menga eng muhim narsani yana bir bor eslatdi. Biz hammamiz turlicha bo'lsak-da, aslida barchamiz bir narsaga, tinchlik, mehr va o'zaro tushunishga intilamiz. Ajdodlarimiz bu yerlarda qanday chuqur iz qoldirganini o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizda esa yurakni o'zgacha bir faxr tuyg'usi to'ldiradi. Agar mendan bu yerga borishga arziydimi deb so'rasangiz, men aniq javob beraman. Albatta, ha. Kech bo'lmaganda bu dunyoning naqadar ajoyib va cheksiz xilma-xil ekanini o'z ko'zingiz bilan ko'rish uchun. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz menga yangi mamlakatlarga uchib, dunyo bo'ylab madaniyatimizning bir bo'lagini topishga kuch beradi.